Ko'rib turganingiz, Cristiano Ronaldoning uyi emas. Bu Chorvodagi Arbatda shundoq tepasidagi oilaviy dacha. Yurginglar, men sizlarga obzor qilib beraman. Ko'rib turganingizdek, bu yerda basseynimiz bor. Kirib kelishimiz bilan oshxona, mangallari o'zida, hamma qulayliklar bor. Oshxonaning oldida tapchan kravatda o'tirib, yosh katta, yosh kichkina dam olishga kelasizlar. Televizorlarni yoqib olib, dam olib, kechki payt obedda nastolni tennis ham bor. Bemalol o'ynab, vaqtingizni chumaroqli o'tkazsanglar bo'ladi. Endi tepaga chiqamiz. Tepada ham katta dam oladigan joyimiz bor. Ko'rib turganingiz, yoshlar yoki ulfatlar, yaqinlar uchun dam olish uchun zo'r joy. PlayStation qo'yib qo'yilgan. Bu yerda o'tirib, gaplashib, mana qilib dam olsanglar bo'ladi. Bu yerda yotsa bo'ladi, yotib PlayStation o'ynasanglar bo'ladi, yotib kino ko'rsanglar bo'ladi. Farqi yo'q. Dam olsanglar bo'ldi. Ketidan terrasaga chiqamiz. Terrasamiz ham katta. Tog'ga shundoq vidni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli vid, havo toza. Bunaqa havo Toshkentda точно yo'q. Chiqish kerak. Bu yerda mana qancha bo'lsanglar shuncha sig'averasizlar. O'tiradigan, yuradigan joylar ko'p. Bu yerdan hovlimizga vid. Uyimizni ko'rsanglar bo'ladi. Basseyn. Lekin bu yerdan basseynga sakrash mumkin emas. Nope. Shtraf bor. Tepadan tushishimiz bilan bu yerda tualet, sauna zonasiga o'tamiz. Ruskaya banya. Kirib, isib, terlarni chiqarib, davolanib chiqsanglar bo'ladi. Bu yerdan chiqib, srazu zimniy basseynga yo'l olamiz. Zimniy basseyn ham kichkina emas. Bu yerda ham mazza qilib vaqtingizni o'tkazib cho'milsanglar bo'ladi. Kichkinalarni o'tga qo'yib, katta basseyn cho'milsa bo'ladi. Fontan yoqib qo'yib, ekzotika qilib, endi yotoqxonaga vaqt keldi. Kelinglar. Kirishimiz bilan o'ng qo'lli oshxona. Oshxonada ovqatlar pishirib, zavtrak qilib chiqsa bo'ladi. Srazu bu yerda mehmon xona yoki dam oladigan xona. Juda ham katta, prostorniy. Bu yerda ham o'tirib, dam olib, gaplashib o'tirsa bo'ladi. Kamin e'tibor bersanglar bo'ladi, mana bu. Borni ko'rsak bo'ladi. Tepaga chiqishdan oldin bu yerda birinchi spalni 3 kishilik 3 ta kravat joylab qo'yilgan. Ketdik, tepaga chiqamiz. Tepada yana 2 ta yotoqxonamiz bor. Birinchisi bu родительский, qo'shimchasiga bitta kichkina farzand uchun kravati bor. Hamma narsa toza, har kun tozalanadi. Yonida yana bitta yotoqxona, bu yerda 3 ta kravat joylab qo'yilgan. Bu kravatlardan tashqari, yana tashqarida pastda yotish uchun qulaylik qilib beriladi. Yotoqxonalarimizda yana oldida hammom tualeti bor. Birinchi qavatda ham xuddi shunaqa, sauna, basseyn tomonda ham bor. Balkonga chiqamiz. Balkonga chiqib, shunaqa chiroyli manzarani guvohi bo'lishingiz mumkin. Tog'larga qarab, bu yerda dam olib, bitta kofe ichib, gaplashib o'tirsa, juda ham zo'r. Toshkentdagi issiq havolardan tez qochib, shu dachaga kelib dam olishingiz kerak. Oilaviy dam olishni reja qilib turgan bo'lsangiz, ushbu dachamiz sizga yoqqan bo'lsa, hozir ushbu raqamlar orqali telefon qilib so'rang yoki ariza qoldiring, biz siz bilan bog'lanamiz.